qaytibdi. Mana bu o'zbek bratimiz aytishlari bo'yicha prosta missiya bajarib turib, tekinga osib bo'lar ekan. Sehrli oyna bor desam ishonasizlar, bittadan shu oyna yordamida hozir biz ko'rinmas odamga aylanamiz. Buni yordamida hammani miyasini portlatib yuboramiz. Bu hech qanaqa chit emas. 10 kundan beri video qo'ymayapman. Sababi pulim ko'payib ketdi. Bir paytlar meni mensimagan qizlar, keling endi men buvachcha bo'lib ketdim. Ana hozir men boyvachchaman. Albatta hazırlashdim. Barchalarga assalomu alaykum. Sizlar bilan har doimgidek Real PUBG. Bugungi videomda sizlarni ko'rib turganimdan juda ham xursandman. Anchadan beri videolar chiqarmay qo'ydim. Sababi sizlar uchun bug va lahaklarni vashir bombasidan topib qo'yganman. Bugun sizlar bilan o'shalarni tekshirib ko'ramiz. Sizlarga har doim aytganman, prostadak shu videoni ko'rib turib tekinga 100 ishlab olsanglar bo'ladi. Buning uchun shu videoga bittadan like bosasizlar, kanalimizga obuna bo'lib, qo'ng'iroqchani bosib qo'yasizlar. Kommentariyaga 5 ta kommentariy yozib, ID raqam yozib qoldirasizlar. Keyingi videoda random orqali g'olibni aniqlab, o'z UC'sini tashab beramiz. Mana ko'rishingiz mumkin, bundan oldingi videomiz g'olibi bu kishini UC'larini tashab berdik. Sizlar ham yutmoqchi bo'lsanglar, yaxshilab eshitinglar, shartlarni to'liq bajaringlar. Agarda shartlarni bajarmasanglar, sizlarda yutuq chiqmaydi. Demak, ortiqcha vaqtinglarni olmagan holatda videoni boshladik. Demak, birinchi videomizni ko'rishingiz mumkin, supurgi yordamida mana shunaqa osmonga chiqolsa bo'lar ekan. Hozir albatta tekshirib olamiz. Bu bug deb o'ylayman. Ko'rishingiz mumkin, supurgi yordamida hozir bu osmonga chiqib ketyapti. Qaranglar, anchagina tepaliga chiqib oldi ham bu. Mana buni qaranglar, eng qizig'i, mana shunaqa qilib tepaga chiqib olib, sizlar osongina top bir olsanglar bo'ladi. Chunki sizlarni hech kim ota olmaydi tepada bo'lsanglar. Yaxshi. Hozir tekshirib ko'ramiz, qani unda ketdi. Xo'p, mana bizda supurgi bor. Endi mana bu silkitish knopkasini bosib, biz tepaga chiqib olishimiz kerak. Xo'p. Tak birinchi etap ko'rishingiz mumkin. Tak ikkinchi etap ham hozir ko'ramiz. Ikkinchi urinish. Vo, mana teparoqqa chiqdi. To'xtaylik, mana tepaga chiqyapti, bu adashmasam. Qani endi uchinchisini ham ko'ramiz. Vo, mana buni qaranglar, ancha tepaga chiqib qoldik shekilli. Qani? Vo, mana buni qaranglar. Hech qancha tepaga chiqmabmiz-ku. To'xtaylik, mana buni qaranglar. Biz tepaga chiqsak, bizani avtomatik yerga tushirib yuboryapti, mana buni qaranglar. Xo'p, mana. Hozir otaman, e'tibor beringlar. Vo, mana buni qaranglar. Tushib ketyapti bu. To'xtaylik, hozir aniqlashtiramiz. Men bu layhaki bundan oldin tekshirib ko'rdim. Shu sezon kelganda o'xshagandi. Hozir layhaki olib tashlabdi. Ko'rgan bo'lsanglar, tepaga chiqsak, avtomatik yerga tushirib yuboryapti. Demak, bu layhak uje olib tashalgan. Bu video bizda o'xshamadi. Keyingi videoni tekshirib ko'ramiz. Bu videoda bizga bitta sekretni joy ko'rsatar ekan. Bu yerga turib olsanglar, tashqaridagi odamni ham, ichkaridagi odamni ham ochsanglar bo'lar ekan. Eng qizig'i eventda bu degani vashshi ajoyib layhak. Xo'p, buning uchun xuddi shu yerga kelib turib, sakrab chiqib olishimiz kerak ekan. Qaranglar, chiqqandan keyin mana buni qaranglar. Xo'p, xuddi o'sha joyga kelib oldik. Qaranglar, bitta lut qolay, shu lutga to'ymayman-da bori. Shu lutga to'ymaydigan do'stinglarni ismini kommentariyaga yozib qoldiringlar. Nechta ekanmiz? Xo'p, mashg'ulotda chiqib olar ekanmiz-da va sakrab nar tomonga o'tib olishimiz kerak. Qani? Xo'p, voy sakraydigan knopkani bosish esimdan chiqib qoldi-yu. To'xtanglar, men bu bilan chiqsa bo'ladimi? Men sharik bilan. Qani? Vo, o'xshayapti. Mana ko'rishingiz mumkin. Hech qanaqa sakrashinglar kerak emas. Prosta pufak yordamida chiqib olsanglar bo'lar ekan. To'xtanglar. Agarda sizlarda pufak bo'lmasa-chi degan savol bor. O'shaning uchun hozir oyoqda ham chiqishga harakat qilamiz, ya'ni sakrab turib. Videoda nima qilgan bo'lsa o'sha ish qilamiz. Xo'p, mashg'ulotda sakrab chiqib olishimiz kerak. Chiqib oldik. Endi bu tomonga sakraymiz. Xo'p. Qani? Voy, yana sakramadi bu. Voy, esimdan chiqib qolyapti. Ming bor uzr. Ikkinchi urinish ham o'xshamadi. Hozir uchinchisi o'xshashi kerak. Tak, tezroq vaqtini olmasdan qilishga harakat qilaman. Mana sakradik. Men sakrash knopkani bosishim esimdan chiqib qolyapti. Ming bor uzr, sizlardan uzr so'rayman. Demak, xo'p, sakraymiz. Voy, o'xshamayapti bu. Sakrolmayapman. Uchinchi urinish ham o'xshamadi. To'rtinchi urinishni hozir tekshirib ko'ramiz. Xo'p, mana bitta sakraymiz, mana bu yerga chiqib olamiz. Yaxshilab e'tibor beringlar. Mana bitta sakrash knopkasini bosishimiz kerak, mana. Ketdi, mana chiqib oldik.
Men prosta sakrash knopkasini bosh esdan chiqib qoldi, o'shaning uchun o'xshamay qoladi. Mana ko'rishingiz mumkin, bu yerga turib olsanglar, ham ichkaridagi, ham tashqaridagi odamni otsanglar bo'ladi. Eng qizig'i bugun klandagilar bilan, ya'ni ultralar bilan Berkin Machoq video olamiz. Eventdagi Berkin Machoq, unda men ham qatnashaman. Mana shu yerga kelib olib o'tirib olaman. Ultraman toparmikin, yo'qmikin? Albatta o'sha video chiqqandan keyin kommentariyasiga kirib turib, Real PUBG shu yerga berkinadi, Real PUBG shunaqa video chiqaradi deb qonunni yozib tashlaysizlar degan umiddaman. O'sha videoni kutinglar, chiqadi. Men shu yerga kelib olaman. Ultraman toparmikin, yo'qmikin? Demak, bu video o'xshadi. Keyingi videoni tekshirib ko'ramiz. Qani unda ketdi. Keyingi video ham shu krisalar uchun ekan. Chunki bu videoda krisalar vashi maza qilyapti. Men zo'r lakasalarni o'rgatib qo'yapman. Sizlarni anchagina qiynayib bo'lsalar. Xo'p, daraxtga chiqib olsak, joyga chiqib olsak, bizlarni hech kim ko'rmagan daraxtga chekirib olar ekanmiz. Mana bunaqa deylik. Xo'p, bu yerda turib osongina odamlarni o'ldiramiz. Eventda unda ortiqcha vaqtinglarni olmayman. Videoni tekshirib ko'ramiz. Aytgan undan oldin bitta narsani iltimos qilay. Juda ozgina qolganman. Albatta podpishka qilib videoga bittadan like bosib, kanalimizga obuna bosib, qo'ng'iroqchani bosib qo'ysanglar, to'g'ri sizlardan hech balo ketmaydi, pul hech balo ketmaydi. Lekin menga bu juda ham katta podpishka bo'lardi. O'shaning uchun bosib qo'ysanglar, xursand bo'laman va kommentariyaga bosdim deb yozib qoldiringlar. Mana sehrli supurgimizni ham ustiga chiqib olib, endi men bu daraxtga chiqishimiz kerak. Tak, eng qiziq bu daraxtga qanday qilib chiqamiz? Supurgi tepaga ko'tarilmaydi-yu. Layhack bor edi, daraxtning yoniga borsanglar o'zi avtomatik tepaga chiqib ketadigan. Agarda olib tashamagan bo'lsa, hozir biz chiqishga harakat qilamiz o'sha layhack bilan. Prosta shu daraxtning yoniga kelib turishimiz kerak, o'zi avtomatik tepaga chiqarib olishi kerak edi. Chunki olib tashagan. Qani? Menimcha layhackni olib tashabdi, o'zi qaraylar chiqmayapti, o'zi sezon oxiriga kelyapti, o'shaning uchun ancha-muncha layhack va baglarni olib tashagan. Voy, otordi mana. Короче, hozir biz sharik yordamida chiqishga harakat qilamiz, supurgi yordamida chiqmadi. Mana endi bu daraxtga sharik yordamida chiqishga harakat qilamiz, sharik bilan chiqarmikan. Xo'p, mana birinchi urinish. Voy, mana tepaga ko'tarildi. Qani endi atmay knopkasini bosamiz. Voy, mana buni qaranglar, tekis tushib ketib pastga, hech daraxtga urilgani ham yo'q. Demak, ikkinchi urinishni ham tekshirib ko'ramiz. Voy, mana chiqib tepaga chiqdik. Yaxshi, mana. Hop. Voy, yana tushib ketdi bu. Nima bo'lyapti? Ikkinchi urinish ham o'xshamadi. Uchinchisini endi tekshirib ko'ramiz, nima bo'lsa bo'ldi. Tak, uchinchi urinishni ko'ramiz. Teparoq chiqib. Qani? Voy, mana buni qaranglar. To'g'risini aytsam, o'zi videoda ko'rgan bo'lsangiz, supurgi yordamida chiquvdi. Biz supurgi bilan chiqa olmayapmiz, sababi u layhackni olib tashagan, supurgi bilan chiqish layhackini. Demak, bu video ham o'zi bizda o'xshamaydi. O'zi kech tekshirib ko'ryapmiz. Albatta uzr so'rayman. Videolarni kech chiqardim, sababini sizlarga tushuntirdim. Yana bitta sababi, orada men tug'ilgan kunim bo'ldi, dachaga chiqdik. O'sha bilan, короче, ancha vaqtlar o'tib ketib qoldi. Demak, bu video o'xshamadi, keyingi videoni tekshirib ko'ramiz. Eventda mana bunaqa sehrli oyna bor ekan. Buni orqasiga o'tib olsak bo'lar ekan. Qaranglar, o'tib olgandan keyin buni hech kim ko'rmayapti. Vashi zo'r. Albatta tekshirib ko'ramiz. Men o'ylashim bo'yicha bu video uyushtirilgan, chunki mana buni qaranglar. Osongina otyapti, buni hech kim otmayapti. Qanday qilib, Tabii biz ham tekshirib ko'raylik, ortiqcha vaqtinglarni olmasdan. Undan oldin yana bir marta eslatib o'taman, agarda shu yergacha ko'rib like bosmagan bo'lsangiz, bitta bosib qo'ying, podpiska tashab qo'ng'iroqchani bosib qo'ying. Sizlardan yana aytaman, hech balo ketmaydi, lekin menga anchagina bu motivatsiya bo'ladi. Mana o'sha joyi ham topib oldik. Mana shu oynaning orqasiga o'tishimiz kerak. Buning uchun shu yerga kelib, bitta sakrash knopkasini bosishimiz kerak. Xo'p, birinchi odam bormi? Tak, odamlar bor, atrofimda odamlar bor, tezroq harakat qilishim kerak. Xo'p, mana sakradik. Voy, mana tepaga chiqdik. Endi o'tirish knopkasini bosib tushib olishimiz kerak. Voy, tushmayapti bu. Voy, tushmayapti. Mana buni qaranglar. Videodan ham lekin mana shu holatda qotib qoldi. Da qotib qoldi. Tushmadi pastga ketgancha. Agarda tushganda qanday qilib otardi oynaning orqasidan, to'g'rimi? Xo'p, endi mana shu yerda turamiz. O'ng tomonda odam bor. Ko'ramiz hozir nima bo'lar ekan. Men bu hozir yonimdan o'tib ketib qoldi, video olishga ulgurmadim. Mana qaranglar, sekin chiqyapti deb ko'rmadi meni.
osonlikcha otib yubordim. Ketdi birinchisi minus. Yana ozgina turaylik, baribir sizlarga ham qiziq bo'lsa kerak. Chesni aytyapman, bu haqiqiy o'yin, uyushtirilmagan. Yana ikkita odam keldi, qaranglar, bittasi ham to'g'rimda hozir buni otamiz. Shoshilmay turaylik, yonimizga kelganda otamiz. Vo, mana buni otaylik. Ketdi. Qanday ko'rmayapti? Menga aytinglar, mana tepada ham odam bor, u meni cho'tamay ko'rdi. O'shaning uchun tushmayapti menimcha. Qaranglar, mana buni qaranglar. Tepada turibdi. Tushgisi kelmayapti, qaranglar. Cho'ta meni ko'rib qoldi. Lekin ko'rgan bo'lsa, misol uchun xohlagan joyimni qarab turib otib yuborsa bo'ladi-yu. Mayli. Chap tomonimda ikkita odam bor. Mana shu yerda turibdi, borib kelishini kutaylik. Vo, mana buni qaranglar. Ko'rmayapti. Voy, ikkinchisi ham ko'rmadi. Voy. Voy, ozgina qoldi otib qo'yishimga. O'zim xato qilib qo'ydim-da, otmasligim kerak edi. Ko'rdinglarmi, orqasidan otdim-da, o'sha agar otmaganimda meni ko'rmasdi. Lekin ajoyib joy ekan, qaranglar. Hech kim ko'rmayapti bu yerda. Mana bu ikkitasi ham ko'rmadi o'zi, prosta tak. Men o'zim xato qilib qo'ydim, orqasidan otib o'zi otmasligim kerak edi. Mayli, zato o'xshadi. Men bratimiz chista o'zbek hali o'zlarini qo'ymadi, mabodo avtoriskiga kelmasin deb. Aytishlari bo'yicha missiya B publikga kelgan ekan, hozir shuni bizga olish o'rgatar ekanlar, mana ko'rishingiz mumkin. Cho'xtaylar, cho'ta montajga o'xshayapti bu video. Mayli, tekshirib ko'ramiz. Demak, buning uchun mana bu tadbirlar bo'limiga o'tishimiz kerak ekan va mana bu qatorda oxirida missiya to'xtaylar. Mana bu yerda missiya deb yozib qo'yish kerak edi va ko'proq narsa chiqish kerak edi. Videoda ko'rgan bo'lsanglar, yo'q, cho'ta bizda unaqa narsa chiqmayapti. Lekin videoda to'g'risi montaj qilinganga o'xshab qopti. To'g'risi, missiya setlari hech qanaqa kelgani yo'q. Agarda kelganida anchagina shov-shuv bo'lardi. O'zim ham ma'lumot berib o'tardim. Demak, bu video fake. Bunaqa videolarga ishonmanglar. Prosta meni atmetga qilganinglar uchun tekshirib ko'rdim. Mana do'stlar, bugungi videomiz ham o'z nuqtasiga yetdi. Sizlar bilan Real PUBG bo'ldi. Videomizni shu joygacha ko'rgan bo'lsanglar, albatta bittadan like bosib, kanalimizga obuna bo'lib, qo'ng'iroqchani bosib qo'yinglar. Agarda mana shunaqa bug va layihak videolar ko'proq chiqishini xohlasanglar, men Instagramda ham, Telegramda ham, YouTube'da ham borman. PUBG Mobile'ga oid videolarga meni atmetga qilib qo'yaverasizlar. Mana shunaqa qilib tekshirib ko'ramiz.